Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, ko'rib ketyapsizlar. Bugun biz ukamiz oldiga kelganmiz. Ukajonim, Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? salomatmisizlar? Podpischilaringizga hammaga bitta duoyi salom ayting endi. Mana shogirdlari bilan birgalikda ko'ryapsizlarmi? Ko'ryapmiz endi. Kamomlagan playtlarga bozor market bilan video qildik. Ha. O'sha va'daga vafo. Oshxonalarga mana ko'rib beryapti. Qo'llab-quvvatlab, like, podpiskani bosib qo'yasizlar. Vahimiy ishlar chetda bo'laveradi. Chetda bo'lyapti. Bomba ishlash chetda bo'lyapti. Bemalol kimga mana shunaqa yumron qoziq zarini o'ylaydigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, ishlarni sifatli qilib bitirsalar ham bo'ladi. O'zimizni ukaxonimiz bo'ladilar. Hazır qilib aytamiz, baribir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olasiz. Ukamiz, xudo xolisa borib, sidqi dildan chiroyli qilib beradi. Podpiskani bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Salomat bo'linglar. Ko'rganda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Buni uyini ko'lataman degan akalarga fitingga unutmaymiz. Sog' bo'linglar.